Urganch City'de navbatdagi kvartiramiz. Qarang, yan taraflaringizda zilon zona, desk plashatka, besetkalar bor. Shu domimizda 5 etajli domni, ikkinchi etajında 3 xonalı kvartira, 86 metr kvadrat. Keling shuni ichki tarafidan o'lchab ko'rib beraman. İkinci etaja ko'tarilganingizda 3 tane kvartira, her etajda 3 tane kvartira. Svet ko'chishlari, eshigingiz, eshik bo'ladi. Eshik normalniy, yaxshi eshikdan. Girganingizda koridor, uzun koridor. Koridorning to'rida sanuzel, ibida hojatxonasi bo'lgan, uni olib tashlanglar. Yerimiz kuxnya qo'shib berganlar. Yine gazı bor, kotelniya ulanadi. Uyingiz polniy kotelniya bilan isitiladi. Gazni esa ovqat pishirishga foydalanasiz. Kuxnyamiz o'zini balkoni ham bor. Ko'rib turganingizdek, ajoyib bo'lib turibdi. Eldingiz. Ikki dona besetka, deski plashatkalar ham bor. Avtoturargoh yoqlar ham bor o'zida. Bu damirni olib tashlasangiz hech qanday narsa yo'q, mishat yo'q. Koridorimiz aytganimdan keyingina koridor. Koridor bo'ylab davom etadi. Bo'lmasa chap qo'limizda yana bir spalniyasi bor. Yine bir selgina kichikroq. Aynasi oldi tarafga qaragan, ya'ni podist tarafga. Chap qo'limizdagi yana bir spalniyamiz esa bu kattaroq, kattalarning spalniyasi. Bu aynasi oldina qaragan. Iberimizda esa sanuzeli, kattagina sanuzel. Kattagina zali o'ng tarafimizda bo'ladi. Aynasi orqa tarafga qaragan. Bu yerda 3-marshrut dik yonimdan o'tadi. Domimizning orqa tarafi Yapon plazaga qaragan. Yan tarafimizda Loyibata mechiti. Kvartiramiz aytib o'tganimdek 86 kvadrat metr. Puli har bir kvadrat metrini 6 million 100 ming so'm puldan so'rab turibdilar. Kommentariyada yozib qoldiring o'z fikringizni. Pulni arziymi? Agar kvartiramiz sizga qiziq bo'lsa, ekrandagi telefon nomeriga telefon qiling, aloqaga chiqing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.